Agar shu kameraga men tushaman, men bir joyini chiqaman sana. Prezidentimiz ochiqlik siyosatiga bular qarshilik qilyapti. Bunga sabab nima? Qaysi qonunga asosan? Aka, siz menga qonunni so'ramayman. Nimaga qonunni so'ramayman? Aka, siz davlat tashkilotida ishlaysizmi? Ha, davlat tashkiloti. Xo'p, menga o'sha qonunni keltirib bering. Yoki ular qonunni yaratadimi yoki addiniy respublikami shu? Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar. Mana hozirda ijtimoiy tarmoqlarga bitta videoga ko'zim tushdi. Ya'ni Toshkent shahar Respublika axborot agentligi muxbirlariga bo'lgan bosim tazyiqlariga ko'zim tushdi. Video davomida ko'rdim. Bu qanchalar to'g'ri? Nima uchun ommaviy axborot vositalarining bloger jurnalistlarga jurnalistlik surishtiruv olib boryapti deganda ayrim mutasaddi tashkilotlar nima uchun qarshilik ko'rsatyapti? Davlatimiz ishlangan xodimlarning ahvoli shu bo'ldimi yoki yuqorida turib kimdir buyruq beryaptimi ommaviy axborot vositalarini murojaat bo'yicha o'rganishga xalaqit ber deyaptimi? Men shunga tushunmayapman. Nima sababdan shu darajada misol xatogarchilik yo'q bo'lsa, jurnalistlarni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 103 tez tibbiy rahbari nima uchun kirgizmagan va nima uchun Sog'liqni saqlash vazirligi yana qandaydir tashkilotlardan ruxsat olib kelasan deb turib bular bloger jurnalist ommaviy axborot vositalaridagi uslubga qo'yapti yoki bularga Sog'liqni saqlash vaziri shu narsalarni o'rgatyaptimi? Yo'q, ommaviy axborot vositalari kirgizma deyapti. Men shunga hayron bo'ldim. Bular gapidan kelib chiqib bunday muomala qilinishidan, bunday qarshilik ko'rsatishidan, kameradan qo'rqqanidan o'zlarini ko'rishlari mumkin. Ras shuncha xato kamchilik bo'lsa, nima uchun prezidentimiz ochiqlik siyosatiga bular qarshilik qilyapti? Bunga sabab nima? O'zbekiston Respublikasining oqilish shaffoflik prinsipining 9-moddasida hurmatli bilmagan mutasaddi tashkilotlar bilib olinglar. Har kim o'ziga kerakli ma'lumot olish, izlash, tarqatish huquqiga ega deb yozib qo'ygan. Nima uchun Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida qonunlar o'zgacha yoki ular qonunni yaratadimi yoki addiniy respublikami? Men shunga tushunmadim. Jurnalistlik surishtiruvlarga nima uchun ayrim mutasaddi xodimlar yoki tashkilotlar qarshilik qilyapti? Ras o'zlaringga taraf bo'lib, misol o'zlaringga to'g'ri bo'lsa-da, xato kamchilik bo'lmasa, nima uchun ommaviy axborot vositalaridan sizlar qo'rqasizlar bu darajada? Bunga sabab nima? Yoki Qarshi tumani o'zlariga o'zlari respublika maqomiga erishdimi yoki o'zlarini addiniy respublikaman deb hisoblaydimi? Shunga hayronman. Nima sababdan ommaviy axborot vositalariga bular tinimsiz qarshilik ko'rsatyapti? Nima sabab juda ko'plab bloger qamalib ketyapti? Nima sabab blogerlarga, jurnalistlarga bosim tazyiq o'tkazilyapti? Yoki bu holatlardan kimdir manfaatdormi yoki kimdir buyrug'iga asosan bo'lyaptimi? Sabab nima bunga? Hamma o'ziga misol tashkilotlar o'ziga to'g'ri bo'lsa, kameradan hayotda qo'rqmaydi. Men shuni o'zim shaxsiy fikrim, kameradan qo'rqqanki odam qanaqadir xatoligi borki, kameradan qo'rqadi. Tozamisan, o'zingga tozamisan, xatogarchiliging yo'qmi? Nima uchun qarshilik ko'rsatasan? Nimadan qo'rqasan? Qanaqadir xatoligi bo'lmasa, bu darajada qarshilik ko'rsatib, bunaqa ishlar ko'payib ketyapti ijtimoiy tarmoqlarga. Yoki qaysidir rahbariyatdan buyruq bo'ldimi? Ochiqlikka qarshilik qilgan, O'zbekiston Respublikasi chiqargan qonunlarga qarshilik qilgan deb turib, mana shu holatlardan kelib chiqib, holat bo'yicha kerakli mutasaddi tashkilotlardan rasmiy munosabat kutib qolaman. Aspekt 24 jamoasi murojaatlarni o'rganish uchun Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani tez yordam bo'limiga tashrif buyurdi. Ammo tez yordam rahbarlari va xodimlari tomonidan jurnalistik surishtiruvimizga to'g'ridan-to'g'ri to'sqinlik qilib, faqatgina Qashqadaryo viloyat tez tibbiy yordam rahbari ruxsat bersagina yoki Sog'liqni saqlash vazirligidan vakil bo'lsa, jurnalistik surishtiruv olib borishimizga ruxsat berishini aytdi. Nima, Qashqadaryo viloyati tez tibbiy yordam rahbarlari qonunga bo'ysunmaydimi yoki prezidentimiz ochiqlik siyosatiga qarshimi? Qarshi tuman tez tibbiy yordam bo'limi boshlig'iga jurnalistlar o'zini tanishtirib guvohnomasini ko'rsatganda, bunday guvohnomalarni 5 daqiqada tayyorlab kelishini ta'kidladi. Shu o'rinda savol tug'iladi, nima? Qarshi tuman tez tibbiy yordam bo'limi boshlig'i soxta hujjatlar tayyorlash bilan ham shug'ullanadimi? Aspekt 24 axborot agentligining tasvirchisi ushbu jarayonni tasvirga olayotgan vaqtida unga nisbatan tahdid qilib, kamerani o'chir, agar video chiqsa pushaymon bo'lasan deb
tahdid qildi. Qarshi tuman tez tibbiy yordam davlat tasarrufidami yoki tez yordam bo'limi rahbarining shaxsiy korxonasiga aylanganmi? Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 5-moddasi va jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi qonunning 8-moddasiga qarshi tuman tez tibbiy yordam boshlig'i qarshimi? Qarshi tuman tez tibbiy yordam rahbari etika estetik qoidalariga rioya qilmaydimi yoki o'zidan yuqori turuvchi tez yordam rahbaridan olgan og'zaki buyrug'ini shunday bajaradimi? Tez yordamda nima bor? Qarshi tuman tez yordam rahbari o'zi kim? Jurnalistlarimizdan biriga ko'chada gaplashaman deb tahdid qildi. Bu shaxs axir insonlarga birinchi yordam ko'rsatishi lozim bo'lgan doktor maqomiga ega emasmi? Yoki ushbu zo'ravon rahbar avval urib, keyin birinchi yordam ko'rsatadimi? Qo'l ostidagi xodimlarga barcha vakolatni berib qo'ygan Sog'liqni saqlash vazirligi Mehnat kodeksi, odob-axloq qoidalariga asosan bunday rahbarga chora ko'radi degan umiddamiz. Yuqoridagi rahbarning noodatiy xatti-harakatlari bo'yicha 102 xodimlarini chaqirib ariza yubordik. O'ylaymizki, davlat rahbarini ochiqlik siyosatiga hech kim qarshilik bildirmaydi. Zeroki yurtimizda qonun ustuvor, zo'ravonlarga jazo muqarrar. Aspekt 24 ushbu mavzuga yana qaytadi. Bugungi kunda xalqimiz orasida yurib, uni qiynayotgan ijtimoiy muammolarni ko'rsatib berayotgan eng katta kuch bu mustaqil va xolis ommaviy axborot vositalari vakillaridir. Demokratik islohotlarimiz natijasida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar mansabdor shaxslarni o'z ishini qonuniy asosda to'g'ri tashkil etishga undamoqda. Shu sababli ham davlat organlari faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka to'liq va tezkor yetkazish maqsadida ularning har birida matbuot xizmati ish boshladi. Aslida demokratik jamiyatda barcha davlat xizmatchilari ommaviy axborot vositalari bilan yaqin ijtimoiy hamkorlik qilishga o'rganishi kerak. O'rganmasak ertangi kunimiz, ertangi islohotlarimiz amalga oshmaydi. Shart o'rganishimiz. Ommaviy axborot hayotimizning ko'zgusi. Rost bo'lsang, ochiq bo'lsang, ularga hamma narsani aytgin. Mana shunday qilmoqchiman, mana shunday bo'ladi, mana u bugun, mana u ertaga. Qo'rqish kerak emas. Hamma narsani bir kunda yes qilamiz degan zamon o'tib bo'lgan. Qog'oz hamma narsani ko'tarayotgan zamon o'tib bo'lgan. Amal. Yaxshi rahmat aka. Aka, Aspekt 24 axborot agentligidan biz. Ismim Sheriyor, familiyam Sherbotayev. Muxbirman aka. Sheriyor ismim. Familiyam Sherbotayev. Sherbotayev, ha? Aspekt 24 axborot agentligida muxbirman. Aka, jurnalistik surishtiruv o'tkazgani keldik. Hujjat bormi aka? Hujjatlaring? Qanaqa hujjat aka? Kim bilan tasdiqlagan? Sog'liqni saqlash bilanmi? Kim bilan nimani so'rayapsiz? Qanaqa hujjat aka? Menga o'sha hujjatning nomini ayting menga. Yo'q, siz jurnalistik surishtiruv o'tkazishingiz uchun aka. Ha? Bizani vazirlik bilan yoki bizani respublika markazimiz bilan kelishilgan holatda kelishingiz kerak edi. Ha, yo'q-a? Qaysi qonunga asosan? Aka, siz menga qonunni so'ramayman. Nimaga qonunni so'ramayman? Aka, siz davlat tashkilotida ishlaysizmi? Ha, davlat tashkiloti. Xo'p, menga o'sha qonunni keltirib bering. Siz menga hujjatingizni bering, Qanaqa hujjatimni beray? Mana o'zimning hujjatim bor, guvohnomam bor. Guvohnomani men ham qilganman. Menda ham guvohnoma bor. Bo'p, tabriklayman aka. Nima qilishim kerak shunga? Menga qonun bilan belgilangan hujjatni keltirib bering siz. Siz talab qilasizmi aka? Siz talab qilasizmi? Talab qilayotgan narsangizni bilishingiz kerak aka. Qaysi qonunga asoslanligini. Men sizni yaxshi tushunaman o'zim. Siz kim bo'lasiz aka? Qilgani keldingizmi yo? Xo'p, siz Kelish uchun keldingizmi shuni? Siz Majburlashtirmoqchimisiz? majburlab? Nimani majburlab? Men birov xonadoniga kirayotganim yo'q. Ha. Davlat tashkilotiga kiryapman. Aka, davlat tashkilotiga kirayotgan bo'lsangiz, kelishingizni ko'rsating siz. Qanaqa kelishuv? Menga o'shani siz, xo'pti, siz talab qilayotgan narsangizni menga keltirib bering aka. Mana shu qonun bilan jurnalistik surishtiruv o'tkazadi. Yo Furqat Sanayev bilan yo boshqasi bilan kelishilgan holatda keladi. Bizning ham respublikada matbuot boshlig'imiz bor, respublika. siz kimsiz o'zi? Men direktorman viloyat. Qanaqa direktorsiz? Ismingiz, familiyangiz bormi? Menga qarang aka, siz boshqadan so'rab qilishga haqqingiz yo'q. Tushundingizmi? Yo'q, familiyangizni ayting. Men siz so'radingizmi aytdim. Respublikada qo'yilgan direktorman men shu yerga. Yo, xo'p, ism familiyangiz bormi? Davlat tashkilotida ishlayapsizmi aka? Bor, ism familiyam bor. Ayting bo'lmasa.
siz menga tashlang, o'zi qani qaysi anoyiz bor, xatingiz bormi, boshqa Qanaqa tashlang xatim? menga, man ko'ray. Qanaqa xatim, aka? Qanaqa xat? Nima haqqingiz bor siz kirishga? Men tushunmadim siz. Nimaga? Nima? Davlat rahbarining ochiqlik siyosatiga nima qarshimisiz? Hozirgi kunda davlat rahbari ommaviy axborot vositalarini 4-hokimiyat deb belgilab qo'yilgan, aka. Nima siz davlat rahbarining ochiqlik siyosatiga qarshimisiz? Men yaxshi bilaman aka. Men bilan Yaxshi bilsangiz nima tortishyapsiz men bilan? siz tortishyapsiz aka. Men tortishayotganim yo'q men. Men tortishayotganim yo'q. Xatingizni ko'rsating. Menga qarang, qonun aligindan konstitutsiyadan ustun turadimi shunda? Konstitutsiya belgilab qo'yilgan 81-moddasida. Hurmatingizni biling. Hurmatimni bilib turibman men. Siz hurmatingizni bilmaysiz. Kelib turib, doim men kiraman, jurnalistsiz. Nima haqqingiz bor ey? Nimaga haqqim bo'lmaydi, aka? Nimaga ommaviy axborot vositalari nima? Davlat rahbarining ochiqlik siyosati, aka. Nima? Nima bo'yicha surishtiruv o'tkazishingizni bilishim haqqim bormi yo'qmi? Shu mashinalarni tekshiramiz, ko'ramiz. Soz holdami, yo'qmi? Haqqingiz yo'q mashinalarni tekshirishga. Nimaga haqqim yo'q? Qaysi qonunga asosan haqqim yo'q? Haqqingiz yo'q. Men aytdim-da, haqqingiz yo'q. Men qo'ymayman sizni. Qaysi qonunga asosan? Nimaga qo'ymaysiz? Nima qilasizmi? Tanishtirib olasizmi? Rosa. Tanishtirilmaydi hech narsa. Tanishtirmaysiz. Siz Kimsiz? Siz kim bo'ladi? Mana shu yerda egasi. Chiqinglar. Egasiz. Egasiz? Qanaqa egasiz? Kadastringiz bormi? Mikrofoning nima? Kimman? Mikrofoning nima? Sansiramasdan gapiring. Mikrofoning nima? Sansiramasdan gapiring. Mikrofoning nima? Sansiramasdan Men gapiring. xohlasam intervyu beraman, xohlamasam intervyu bermayman. Siz kelib gapiryapsiz, o'shanga sizdan so'raymiz. Kimsiz siz? Kimsiz? Tushunmadim. Nima? Sansirashga nima haqqingiz bor sizni? Chiqinglar. Ha? Syomka qilma. Nimaga qilmaydi? Bizani syomka qilyapti. Nima haqqingiz bor aka sizni? Sizlar nima haqqingiz kamera? Nima haqqim Hujjatingizni bo'lmaydi? ko'rsatib, siz sekinroq Nima haqqim bo'lmaydi? gapiring. Siz sekinroq gapiring. Biz sekin gapirib kelyapmiz, to'g'rimi? Mikrofon- Sekinroq gapiring. Mikrofon Alo. bizlarniki. Bo'ldi, ber. Siz intervyu bermoqchimisiz? Intervyu O'ylayapsiz. bermayman. Ha, nimaga bo'lmasa, kelib gapiryapsiz. Chiqinglar. Bermasiz boring nima bor? Sizni joyingizmi? Ha, men joy. Siz joyi kadastringizni ko'rsatib oling, hujjatingizni. Chiqinglar. Alo. Bo'ldi, ko'rsatib oling. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ne ular qo'pol. Qashqadaryo viloyatiga tushdimmi? Davlat tashkilotidan chiqarib yuborishga haqqingiz yo'q sizni. Sizlar nima haqlaringiz bor davlat tashkilotiga hech Ochiqlik qanday siyosat. ruxsatsiz kirishlaringiz? Ruxsatsiz kirishga? Qani? Kimdan? Ruxsatnomangizni ko'rsating. Qanaqa ruxsatnoma? Shu yerga kirib tekshiruv o'tkazishga ruxsatnoma guvohnoma, bormi? aka. Yo'q, guvohnoma menga ham bor guvohnoma. Qani ko'rsating shu guvohnomangizni. Nima qilaman men Ko'rsatdingmi guvohnoma? guvohnomangizni? Qanday qog'ozga buyruq bormi? Qandaydir shu yerda Qanday tekshiruv qaysi o'tkazishga? qonunga asosan? Bu yerda qancha narkotik saqlanadi, dori-darmon Yo'q, men kirib saqlanadi, bordim, planshetlar ma'lum saqlanadi. Kim Kirib javob beradi bordimmi? yo'qolishiga? Kirib bordimmi? Kiraman deyapsizki. Tashqarida saqlanadi narkotik dorilar vositalari. Xonalar saqlanadi. Siz xonaga kirmoqchimisiz? Xonalarga Mana koridor ko'rayotgan bo'lsangiz, bemalol koridorga yuravering. Bo'ldimi? Turimiz. Bo'ldi, ashiga turavering. Men xonaga kirgan qo'ymayman. Qo'ymaysiz? Ha, Siz qo'ymayman. kimsiz siz? Mana shu yerda bo'lim boshlig'iman. Bo'lim boshlig'i, Ha, hujjatingizni. men javob beraman. Men Bo'lim hujjatni boshlig'i. ko'rsatmayman. Hujjat Siz kimsiz? Sizga men hujjat ko'rsataman. Siz kimsiz siz? Men bo'lim boshlig'iman shu yerda. Bo'lim boshlig'i. Yo'q, bo'pti. Hamma kelib bo'lib Yo, siz kimsiz? Men sizga hujjat ko'rsataman. Bizni ko'rsatdik-ku. Yo, jurnalist. Siz baqiryapsiz. Siz yeshingiz, men darxonamga yeshingga kirib kelyapsiz. Davlat tashkilotiga. Men javob beraman bu tashkilotga. Davlat tashkilotigami? Xususiy tashkilot emasmi? Yo'qolgan dori-darmon planshet uchun kim javob Qani beradi? yo'qolgan dori-darmon? Qani shuncha odam Siz kimsiz? Siz qanday huquqingiz bor bu yerga kirib kelishga? O'yin bilasizlarmi deyman. siz qonunni bilmaysizmi, aka? Ha? Siz rahbarimisiz bu yerda? Bu Men rahbarim. Sen sekinroq gapiring, sen sekinroq gapiring menga. Unaqa nersiz qilib ovozingizni ko'tarmang unaqa. Sen sekin gapirasing. Men bilan. Men o'z tonim shunday gapiradi. Shundoq gapirasiz. Bo'lsa rahbarligiga bo'lsan loyiq inson emas ekansiz. Sag'al qilmaysan men rahbarlikka loyiq emasligimni. Sanqiramasdan gapir. Yo, kimsan sen? Yo, sen siz- Rahbarlikni loyiq emasligini hal qiladigan. Baqir. Baqir. Kimsan sen menga rahbarlikni hal qilib beradigan? Ha? Menga unaqa narsa qilmang. Mana qiling aka. Menga unaqa Tez baqir. yordamga shu xodim jo'natib yuboring aka. Bu yerda inson bilan men mana mas'ul xodimman demasa. Nima qilish kerak? Tumanga, Qarshi tumaniga. Bu qonun doirasida javob beradi buni. Qo'pollik o'tganingiz yosh sportga shuning uchun sal o'zingizni bosib olib gapiring. Siz jurnalistmisiz? Jurnalistlik surishtiruvga hech kimni to'sqinlik Qatta qilish jurnalistmi? Ko'cha bilan xohlagan Qayerda ko'chada qiladi? Lekin bu davlat tashkiloti. Bu yerga Davlat men javob tashkiloti. beraman hamma narsasi uchun. Yo'q, qaysi qonunga asosan O'shanga siz mumkin emas deb qo'yilgan. surishtiruv Davlat qilasiz. tashkilotiga kelib. Sizlar man sizlar sudga berishim kerak. Jurnalist Qaysi qonunga asosan, Jurnalist qaysi nima narsa bo'yicha sudga Yerga berishim yozilgan kerak. jurnalistga xohlagan odamlar kelib sudga olish kerak deb. Mani o'z Davlat tashkiloti konstitutsiya ishlayapsizmi? belgilab qo'ygan. Men xohlasam tashkilot ovoz javob beraman, xohlasam javob bermayman. Konstitutsiyada bilasizmi? 81-moddani bilasizmi?
Nima yozdingiz aksam? Xo'p, siz bilasizmi? Men o'zim haq-huquqimni bilaman. Jurnalistik surishtiruvni o'tkazishga Jurnalistik davlat haq-huquqni tashkilotlarida hech o'zgaradi. kimning haqqi yo'q. Qani qog'oz asosi? Qani Qanaqa qog'oz? Men Sizga bizim murojaat hujjat bormi? oshkor O'zdan qilmaymiz. o'zga tekshirishga kim aytyapsiz? Kim Oshkor yozgan? hujjat Yozgan kerak. kimda? 19-moddasi yozib Hujjat qo'ygan. kerak. Bu yerga o'zidan o'zi kirib karvon so'raymi? To'g'ri kelgan odam kirib tekshirib Emas, ketadi. davlat To'g'ri kelgan tashkiloti. odam Bitta mikrofon bilan Davlat bitta kamera tomonidan bu odam ishlab oladi. Davlat tashkilotida oylik olsinmi? Hujjat ko'rsating. Men davlat tashkilotida Qonunga oylik bo'ysunasizmi? olaman. Siz tanishtirib yuboring, aka. Nima yozib tanishtirishim? Shuncha paytdan beri tortishyapsiz bilan. Kimligingizni tanishtirib yuboring. Tanishtirmayman kimni. Nimaga tanishtirmaysiz, aka? Siz nimaga Nima tortishyapsiz bo'lmasa? Nima tanishtirishim? Kimsiz? Men aytaman, men shu bo'lim boshlig'iman. Faningiz bormi? Yo'q, nima tanishtirishim kerak? Kimsiz? Mana sizlar kimsizlar? Men sizlar o'zim tanishtirishim kerak, dalillarni aytishim kerak. Biz o'zimiz Sizlar kim bilasizlar? Kim Tanishtirib. Balkim bir qog'ozda kelayotgandirsizlar mana. Qanaqa qobosida? Bilmayman. Noqonuniy bo'ladigan bo'lsa o'zimiz javob berib olamiz. Bu noqonuniy biz qanday javob beramiz? Men sizga qayerdan olaman Birinchi javob qiling berishni? bo'lmasa. Bo'l, dispetcherga ayting, birisi qilsin-da. 102 qiling bo'lmasa. Qiling bo'lmasa. Kelsin. Nima haqlaring bor? Sizlar bu yerga tekshirishga. Assalomu alaykum. Agar men kamera olgan bo'lsam, ana shu kamera bilan ko'rsataman men senga hozir. Ya unaqa gruzada yo'q, Mani haq-huquqim bu. Mani kamera, men ruxsatimsiz oladigan yo'q qoladi. Yordamdamiz, opa. Sekinroq gapiring, sal sekinroq gapiring, okey? Ovoz bilan xohlaganimdek. Bu davlat Xodimlar- Davlat tashkiloti men egaman, shu yerga men javob beraman. Ana shu xonalar, dori darmoni ham filan shuga ham xodimlarga ham men javob beraman. Sal sekinroq gapiring, sal. Nima bunaqasiz? Bu shunaqa. Ha, 5 kelma ber. Ta'limdor rahbarlik besh kim? Loyiq bundoq nima qiling? Etika Men sizdan so'ramayman rahbar qanday bo'lishi kerak. Xo'pmi? Sizdan so'ramayman men rahbar qanday bo'lishi kerak. Sal sekinroq gapiring. Qulog'im yaxshi. Jurnalist. Bu eshitadi o'zim bilan o'zim. Boshlig'iman, boshlig'iman deb o'zini tanishtirmayapti. Baqirmasdan gapiring, qulog'im kar emas. Qanaqamisiz? Men o'zimga javob Qulog'im beraman. kar emas. Ha, doktor. Ha. Qanaqa doktorsiz? Nima farqi bor sizga? Siz fuqarolarga Nima, yordam siz berasizmi kimsiz? yoki Siz suhbatga berasiz. hamma fuqaroga shunaqa Bu meni munosabatda ishim. bo'lasizmi? Bu meni ishim. Men shaxsiy ishimga aralashmayman. Ishingiz? Bu meni ishim. Shaxsiy ishimga aralashmayman. Shaxsiy ishingiz emas, Men kim bilan qanday muomalada bo'lishim, bu meni ishim. Davlat Kim bilan qanday muomalada bo'lishim meni ishim. Baqirmayman. Tushundingizmi? Meni ishim bu. Kim bilan qanday muomalada bo'lishim. Kamerani yig'ishdi, tushundingmi? Yo'q, qo'li tegmang. Agar shu kameraga men tushaman, men bir joyingdan chiqaman sani. Nima qilasiz? Tushundingmi? Nima qilasiz? Nima qilasiz? Unaqa qo'pollash. Nima qilasiz? Janjal kerak emas. Bo'ldi, chiqib ketsin bular. Chaqiring shu guruhni. Chaqir. Men chaqira qolay, opa. O'zingiz chaqirasizmi? Kimni chaqirasiz? Gruppani chaqiraman. Gruppa ham yo'qmi? Tergovchilar, operlar yo'qmi? Oper nima? Kelish kerak edi. Kelish kerak edi. Baqir chaqir qilib bizga sapchib ketyapti-yu. Sapchib ketyapti-yu. Tursa aka, ko'rsatib qo'yaman uradigan bo'lsa. Kameralarni yig'ishtirib qo'yganda chiqdi. Nima ko'chacha hal qilib olamizmi? Sizlar ko'cha shunaqa hal qilasizlarmi? Men ko'chaga shunaqa hal qilaman. Ko'chaga ko'chacha hal qilaman. Yo'q. Endi davlat tashkilotligi uchun sen kelmay o'tirma. Bo'ldi. Davlat tashkilotidan oylik olasizmi? Ko'cha, sen Davlat ko'chaga Sizga gaplashayotganim yo'qman. Bularni gaplashyapman. Men sizga gaplashayotganim yo'q. Etika estetika qoidalarini bilasizmi? sizlar Men bular bilan gaplashyapman, siz bilan gaplashmayapman. Mazkur baqirganim yo'q. Yo'q, xo'p, siz bilan gaplashmayapman. Siz aralashmang, aka. Qanaqa shevada? Men sizni shevangizga yo boshqa narsangizga gapirmadimmi? Men o'zimni tilimda gapiryapman, maylimi? Tilda gapiramiz. Biz boshqa tilda gapiramiz. Men nima, tushunmayapsizmi gapimni? O'zcha gapiryapmanmi? Yo'q, siz shevada gapirasiz. Shevada Nima farqi bor shevada gapiryapsiz? shevada gapirilmaydi. Nimaga gapirilmaydi shevada? Yo'q. Murojaat uchun adaliy tilda gapirasiz. Qaysi qonunda yozib qo'yibdi? Ha, okey? Men rosa siz qonunni bilar ekansiz, rosa bir tanqid qilishni bilasizlar, okey? Tushunmadim. Nima haqqingiz bor sizni haqorat qilishga? Ha? Qayerda ko'rdingiz meni terpiylarni? Chegaradan chiqmang. Eshityapsizmi? Nima deyotganimni? Shuncha aytyapman. Nima haqqingiz bor siz terpiylar deyishga? Men sapchib kelmang. Mana ko'ryapsizlar mana. 103 xodimlari mana jurnalistlar kelsa terpillarga chiqar ekan mana. Terpillarga ham chiqib qoldik mana Qashqadaryo viloyatida.
mashinalar, avtomashinalar soz holdami yoki anaqa emasmi? tegishli apparaturalar ishlayaptimi, yo'qmi? O'shalar masalan shoferi yoki felsheri biladi-ku, to'g'rimi? O'zini mashinasi o'ziga biriktirilgan mashinani biladi, to'g'rimi? O'sha bo'yicha ko'ramiz mana. Marhamat, ko'raveradi aka. Shunga asos kerak. Bular yana asos so'rayapti jurnalist. Ommaviy axborot vositalaridan kelyapti aka, to'g'rimi? Bu tanishtiryapti. Bu mana qarang, Sog'liqni saqlash vazirligidan bitta xodim bo'lsin bular. Mana asos. Qaysi xonimga? Vazirlikdan kelsin. Sog'liqni saqlash vazirligiga bo'ysunamiz. Mashin apparaturani ko'rish uchun o'sha apparaturaga javob beradigan, bir tushunadigan bir shaxs bo'lsin. Bu apparaturani sizlar xodimlaring tushunmaydimi? Sizlar xodimlar tushunadi, sizga ko'rsatmaydi. Nimaga Siz ko'rsatmaydi? kimsiz siz? Siz kimsiz? Aka, men necha marta tanishtirishim kerak o'zim. Necha marta siz o'zingiz tanishtirdingizmi? Ha, siz Mana kimsiz? shu yerda bo'lim boshlig'im. Xo'p, ism familiyangiz bormi? Nima men sizga o'zim tanishtiraman. Ye. Siz kelyapsiz-da so'rang. Nimaga o'zim? Men sizdan bor so'rayman. Boshlig'i bo'lsa o'zini tanishtirmaydimi? Siz so'rab ko'ringmi, komandir, siz so'rangchi, tanishtirarmikan o'zi? Men Qarshi tuman tez yordam bo'lim boshlig'i Zafar Nabiyev. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismim Sheryor, familiyam Sherbotayev. Maxsus muxbirman. Keyin tanishtiring. Aspektivdan axborot agentligidanman. Murojaat tushgan, murojaatlar yuzasidan surishtiruv olib borgani. Endi murojaatlar vajlimi yo vajsizmi? U ko'ramiz. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? O'sha bo'yicha jurnalistik surishtiruvga kelganmiz. Obulamizmi? Qarshilik bor. Yo'q, shu murojaatchini aytish kerakmiz-da. Murojaatchini saqlanadi. Aka, jismoniy va yuridik shaxslar to'g'risidagi qonunning 19-moddasida yozib qo'yilgan. Fuqarolarning murojaati sir saqlanadi. Chunki uni xavfsizligi birinchi o'rinda. Siz mana boyimada yetyaptilar. Qani murojaatchi, qani bo'g'ilyaptilar. Kimdir? Bu bunaqa agarda murojaatchini so'rab bunaqa bo'g'iladigan bo'lsa, Aka, qonun bilan belgilab qo'yilgan, uni qonunni biz chiqarmaganmiz. Qonunni o'zi tegishli tashkilotlar, tegishli odamlar chiqargan uni. Uni xavfsizligicha u. Sizga qanaqa qilib ishonaman, butun xonalarni ochib ko'rsataman. Tanqid albatta kerak. Mana tanqid bo'layapti, xulosa ham bo'layapti. Lekin biz hammamiz izlanishdamiz, o'rganishdamiz. Yangi O'zbekiston qurayapmiz. Bir-birovimizga tayanib, birdek anglashimiz kerakki, xalqimizni rozi qilishimiz kerak. Hamma yo'nalishlarimiz, hamma fikrlarimiz bir bo'lsa, ana shunda natija ham mutlaqo boshqacha bo'ladi. Har bir davlat organi ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lishi, amalga oshirilayotgan ishlari haqida kerak bo'lsa har kuni batafsil ma'lumot berib borishi shart. Yana bir marta takrorlayman. O'zbekistonda mana shuni hamma bilish kerak. Jamoatchilik nazorati va ommaviy axborot vositalari vakillarining qonuniy haq-huquqlariga hech qanday shaklda ta'ziq o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Bugungi kunda xalq ovozi va fikrini keng jamoatchilikka davlat idoralari e'tiboriga olib chiqayotgan eng ta'sirchan kuch bu ommaviy axborot vositalari va jurnalistlardir. Jamiyatimizdagi ochiqlik siyosatini izchil davom ettirish maqsadida ommaviy axborot vositalari faoliyatini erkinligi, axborot olish, foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlari qat'iy kafolatlanmoqda. Shu bilan birga so'z erkinligi bu mas'uliyat ham degan. Ya'ni axborot makonida haqqoniylik va xolislik bosh mezon ekanini ham unutmasligimiz zarur.